Farg'ona shahar Sadmiy sovxozida ko'pchilik o'zini uyi bo'lishini niyat qiladi. Ushbu joyda 6 sotix yer maydoniga ega bo'lgan 4 xonali bitta hovli topib qo'ydim. Narxi vashi zo'r. Ushbu joyni bitta ko'radigan variant. Lokatsiyani boshdan tushuntirib o'taman. Afrosiyob to'yxonasidan shundoqqina ichkariga kirib kelasizlar. Transformatorning yonidan o'ngga burilasizlar. Wine Garden restoraniga yetmasdan chap qo'lda ikkinchi ko'cha. Mana bu yerda birinchisi bor. Ikkinchi ko'chaga shundoqqina burilganligingda 300 metr ichkariga kirganingizda uglovoy holatdagi 6 sotixli hovli. Ikkinchi ko'chadan shundoqqina burilganimizda 300 metrdan o'tgandan keyin uglovoy holatdagi aynan mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Eni 23 metr. Bunaqasiga uzunligi esa 27 metrni tashkil etadi. Ushbu xonadonimizda qulay tomoni 6 sotix toza yer maydoniga ega bo'lib, uglovoy holatda joylashganligi. Bemalol 3 ta kottej qurishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tomonimizda ham alohida o'zining katta mahallasi bor. Ikkita hovli darvozasini bu tomonga, bittasini darvozasini bu tomonga qaratib, juda ham chiroyli kottej qursalar ham bo'ladi. Ichki holatlarini hozir ko'rsataman. Tepadan olingan surati ham bor, o'lchamlari ko'rsatilgan. Aynan o'shandan ham hisobingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Xonadonimizga kirishimiz bilan aynan mana shunday holatdagi 3-4 xonali o'zining binosi bor va keyingina hovli qismi. Ko'rishingiz mumkin. Alohida kotel qilingan, binolari juda ham chiroyli qurilgan, ichki remontlari zo'r. Hozir ichlarini ham alohida ko'rsataman. Mana hovli qismimiz. Bir tekis holatdagi yer. Bemalol o'zingizga moslab qurilishlarni qilishingiz mumkin. Xonadonimizga kirishingiz bilan mana shunaqangi kompakt oshxonani ko'rishingiz mumkin. Uni oldida ovqatlanadigan zona qilingan. To'g'rimizda sanuzel joylashgan. Bitta sharoitlarni ko'rib olamiz. Kirishingiz bilan unitaz, aristonlar qo'yilgan. Bu tomonda esa dushvoy zonalar qilingan, vannalari o'rnatilib qo'yilgan. Mana bu yerdagi koridor qismidan unumli foydalanish uchun kitob javoni, alohida bitta garderobniy shkaf va dars stoli qilingan. Mana bu yerda bitta kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Eng so'nggi xonamiz mehmonxona va uning yonginasida yana bitta yotoqxona bor. Bu bolalar uchun qilingan yotoqxona. O'zi aslida bu yer kattagina mehmonxona bo'lgan. Qo'shimcha xona kerakligini hisobiga o'rtadan gipsokarton bilan bo'linib, ikkita xonaga ajratilgan. Hovlimizning burchak qismida mana shunaqangi alohida kladovka xonalarini ham qilib qo'yishibdi. Xo'sh do'stlar, ushbu xonadonimiz narxini, egalar raqamini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Bu joyda 1 sotix yer narxini o'zi 8000 eng kamida agar topa olsangiz, bo'lmasam 10 000 dollardan sotiladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Aynan ushbu xonadonimiz ham xohlasangiz o'zingizga moslab xonadon quring yoki bo'lmasam kottej quradigan tadbirkor kuzatuvchilarimizga juda ham qiziq bo'ladi. Aloqaga chiqib tezda baraka qilishlaring mumkin.